Bismillah, 5 ta odamga ish bor. Ildan 200 mingdan. Birodar, nimaga bunaqa ishlar qo'ymay qo'ydinglar deb direktlarga yozibsizlar, ish tashlayapsizlar. Iltimos, direktga tashlamanglar. Men Instagramda kirib, kim qanaqa yozdi, komment, pashti men vaqti o'qimayman, vaqtim yo'q bu narsaga. Shuning uchun Telegramdan 4000 ta bo'lganmiz. Telegramga o'tib qo'yasizlar. Telegram kanalini atmetga qilib qo'yaman. Undan tashqari akalar, mashinalar juda ham ko'payib ketibdi. Ehtiyot bo'lasizlar. Endi biz birodarlar, odamlar tashlagan ishni biz qo'yib beramiz. Mana shu Telegramga, odatda Telegram kanalimizga qo'yapmiz. Bir kunda 2-3 tadan ish tushyapti. Endi aksariyati ID karta tashlab bersa, unga pul o'tkazib beryapsizlar ekan. 100 ming, 200 ming, ba'zilar 300 ming, 500 minggacha o'tkazib beryapti ekan. Shuning uchun ehtiyotinglarni olib qo'yasizlar akalar. Hech qachon o'zini borib ko'rib, ishga kirib joylashgandan keyin mayli shu uslugasini bering, lekin hech qachon bitta dokumentga ishonib qolmang. Sababi u birontasini dokumentini olib sizga berayotgan bo'lishi ham mumkin. Shunga hushyor bo'lasizlar, birodarlar. Mashinalar vahshiy ko'payib ketdi. Qishda to'g'ri ish yo'q o'zi, lekin shunaqa qilib pul topayotgan, harom pul yeyotganlar ham bor. Ehtiyotinglarni olib qo'yasizlar. Sizlarga bitta Telegram kanalimni ko'rsataymi? Xohlasanglar o'tib qo'yinglar, mana akalar ko'rsataman hozir. Xo'p, Telegram kanalimiz Muhammad Amin Rahmonov deb yozsanglar ham chiqadi. Salkam 4000 ta odam bo'lgan. Bu yerga 2 ta, 3 ta, endi hozirgi kunda 5 tagacha ish tashalyapti. Ko'rsanglar bo'ladi akalar, o'zinglar qo'ldan kelgancha tashlayapmiz. Sizlar o'tib, agar sizlarda ish bo'ladigan bo'lsa, shu adminga tashlasanglar, ashitga tashlab qo'yamiz, manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.